o'ylamadim haqiqatan o'zimda shaxsan birinchi qatorni o'zida 39 marta, hozir 39-marta Qizilda sovg'a oluvchiman. Bronza doskada, ya'ni ikkinchi qatorda 8 marta 450 mingdan oldingizmi, yana 8 marta olish imkoniyati bor. Bu jarayon cheksiz davom etadi. Sovg'alar tariqasida keladi. Ikkinchi qatorda esa hozirda 10-marta получательlikda turibman. Uchinchi qator bor. Uchinchi qatorda sizga 1,5 milliondan sovg'alar keladi. 1,5 milliondan 8 marta olganingizda 12 million so'm bo'ladi. 12 million so'm va bunday sovg'alarni yana takror olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. 4-qatorda 4,5 milliondan 8 marta keladi va 4,5 milliondan yana takror olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Endi shu joyda aytib o'tmoqchiman, bu daromadlar